Tartish kuchi zodi mavjudmi, mavjud emasmi? Bugun biz butun torda boshqalar tomonidan zonni qilinib, masxir qilinib ketgan, g'ulg'ulib ketgan yer sharining tartish kuchi to'g'risida bir izn topaylik. Amaliyotda yer sharining tartish kuchining yo'qligini 19-asrda Einstein nihoyatda kuchli dalillar bilan isbotlab bo'lgan ekan. 17-asrda Newton o'tirib qo'ygan olamlik tartish kuch nazariyasi 19-asr kelganda Einsteinning nisbiylik nazariyasi tarafidan xatoligi isbotlanib bo'lgan. Undaq bo'lsa, bu zot qanday gap? Zodi nima uchun olma yer yuziga tushidi? Biz buni olimlarning hikoyasi bilan birlashtirib, bir tushun boqaylik. 17-asrdagi eng ulug' fizik olimi Newton bir olmaning yerga tushganligi sababli har xil tasavvur tajribalarini ishlab, matematikalik hisoblab, eng oxirida olamning eng asos qonuniyati, ya'ni olamlik tartish kuchi qonuniyatini hisoblab chiqqan. Newtonning 1687-yildagi bu klassik kuch nazariyasi butun dunyoni zilzil keltirgan bir nazariya bo'lib, shuningdek keyingi necha 100 yilda insoniyat Newtonning bu nazariyasidan foydalanib, jismlarning harakat qonuniyatini, hattoki olamdagi har qaysi sayyoralarning harakat orbitasini to'g'ri hisoblab chiqib, insoniyatning fizik tadqiqotida zo'r bosish hosil qilgan. Lekin Newtonning bu nazariyasi izchil tartish kuchining qonuniyati to'g'risida so'zlaydigan bo'lib, tartish kuchining mohiyati to'g'risida, ya'ni nimishqa tartish kuchining paydo bo'lganligi to'g'risida izchil aniq tushuncha berolmagan. Uning ustiga keyin insonlar Merkuriy sayyorasi orbitasining Newtonning tartish kuchi nazariyasi bilan tushuntirgil bo'lmaydiganligini bayqagan hamda tunji qitim Newtonning tartish kuchi nazariyasidan gumonlanishga boshlagan. 20-asrda Einstein o'tirib qo'ygan nisbiylik nazariyasi yuqorqi 100 yildan buyon davomlashib kelayotgan chigish masalani oxiri yaxshi tushuntirib berdi ekan. Einsteinning deyishicha, yer sharining tartish kuchi asla mavjud emas. U faqat yer shari atrofidagi vaqt bo'shlig'ining egilganligidan bo'lgan bir xil yuzaki hodisa ekan. Einsteinning keng nisbiylik nazariyasi bo'yicha olamdagi barliq tartish kuchining mohiyati bo'lsa, vaqt bo'shlig'ining shakl o'zgarganligidan bo'lgan bo'lib, massasi qancha cho'ng jismning atrofidagi vaqt bo'shlig'i shuncha cho'ng egildi ekan. Einsteinning qarashicha vaqt bilan bo'shliq ayrivetkil bo'lmaydigan bir gavda bo'lib, olamdagi 4-o'lcham deb qarashga bo'ladi ekan. Olam jismlar atrofidagi vaqt bo'shlig'i o'zgartirib ketilgandan keyin, u jismlarning harakat qonuniyatiga ta'sir qilib qolmay, hatto nurning tuzsizlik bo'yicha tarqilishiga ham ta'sir ko'rsatdi ekan. Einsteinning bu nazariyasi o'tirib chiqqandan keyin butun dunyoni zilzil keltirgan bo'lib, fizik sohasida qattiq bahs-munozara qo'zg'agan. 1919-yili Eddington tartgan quyoshning butun tutilgandan keyingi rasmi Einsteinning bu nazariyasini kuchli isbotlab bergandan keyin, ondan Einsteinning bu nazariyasi fizik sohasida birdek e'tirof qilishga erishdi ekan. Eddington tartgan bu rasmda quyoshning kenidagi yulduzlarning o'rni quyosh yo'q vaqtidagidan 1,75 gradus qayrilib ketgan. Einsteinning nisbiylik nazariyasi asos jihatdan Newtonning tartish kuchi nazariyasi ustidan g'olib kelgan. Einsteinning nisbiylik nazariyasi bo'yicha tartish kuchining mohiyati vaqt bo'lib, yer shariga yaqin bo'shliqda vaqt tez, yer shariga yiroq bo'shliqda vaqt ost o'tadi ekan. Shuningdek, jismlarning har qaysi qismlarida o'tayotgan vaqtlari o'xshamaydigan bo'lgachqa, ularning harakat qonuniyatiga ta'sir ko'rsatib yer yuziga qarab mangadi ekan. Xuddi daryo yuzida ishki kiyimi bo'lsa, daryo qirg'itga kiyimning surati asta, daryo o'tirtga kiyimning surati tez bo'lgan bo'lib, agar biz bu ichki kiyimni tutashtirib qo'ysak, ichki kiyimning surati o'xshash bo'lmaganlik sababdan bu butun bir gavda daryo qirg'iga qarab oqqanga o'xshaydi ekan. Demak, yer sharining tartish kuchi haqiqatan mavjud emas ekan. U faqat yer sharining atrofidagi vaqt bo'shlig'i o'zgarganlik sababdan jismlarning harakat qonuniyatiga ta'sir qilgan bir yuzaki hodisa ekan. Bu film qarab men shunday o'ylab qoldim. Agar Newton diyorimizning do'yisida beshimga olma tushganlik sababli yer sharining tartish kuchini bayqadim degan bo'lsa, biz nima deb qo'ydik? Einstein yana yer sharining tartish kuchi yo'q ekan, buning sababi vaqt degan bo'lsa, biz yana nima deb qo'ydik? Shuning qaraganda mush tor dunyosida bir-birini tillashib, rasvolashib, yolg'on bir narsalarni setib, saranglik qilib yurgan shu kishilar qaraganda yer sharining tartish kuchi to'g'risida izlanish bak zonliq qilib ketgandek ish emasmi qanday?